qolgan yozmalar va yana qolgan polni oppoq narsalar. Xo'p, daftar bizga qanaqa podskazka beradimi? No qanaqadir faqat shu biza bilan yomon narsa bo'lgandan keyin beradi. Ya, qara, hozir ham biz bilan yaxshi narsa bo'lmayapti, do'stlar. Mana o'zinglar ham chat, mana chat yoki kommentariyada yozinglar, biz bilan yaxshi narsa bo'lmayapti. Mana risk ular chiqishi kerak, mana qarang. O'lim daftari, lantlangan bashorat kitobi, o'xshaganga nimadir deyapti, to'g'rimi? Da. Gamit aka qo'rqitmang. Gamit aka! Hey! Sen qadırsanmi? Sen qadırsan? Bilaman, hozir Gamit aka qadırsan. Qarang, nimadirdan cho'chib ketdi, ko'zi yoshlanib ketdi-da. Yig'laverdi. Ol yaqindan yig'laverdi Gamit aka. Brat. Biling, yana Shoshma. Gamit aka nima? Nima? Ovozi eshitdi. Voy, nima bilan yig'layapsiz? Men qo'rqaman, yig'lamang bilan. Nima bo'ldi? O, miyamda ovoz eshitilyapti. Qanaqa qolma eshitdingiz? Qarangdir, xat, bir bola, nimadir, kitob. Xat? Ha. Xat, kitob? Da, xat, kitob, bir bola deyapti. Yo'q, kitob hech bola yo'q-da. Qanaqa xat bo'lishi mumkin bilmayman. Parolab ochgan balki. Jindan ber. Gamit aka o'zi qo'yib qolmadimi chiqib? Yo'q. Kitob hech qanaqa podskazka bermadi-ku. O'zinglar qo'yib qolmadinglarmi? Yo'q. Ichimdan poli bu paytda meni uyimda bo'lgan. eng qizig'i hozir Gambit aka qayerdan bildi bu narsa borligini? Men miyamga eshitildi bu narsa. Kimdir gapirdi menga. Xat, kitob, bir bola deb. Hop. Okey, birinchisiga Goblin deb yozilgan. Ya'ni birinchi kelgan klon, ikkinchisiga Cobra deb yozilgan. Bu ikkinchi kelgan klon. Menmi kim? Chikko. Bu nima? Bu ana. Ha? Le, Cobra, u keladi degan. Keladi. Glavniysimi? Balkim mana shu zirkalangizni qaranglar, Chikko. Ikkita chetida, yordamchi kap o'rtada. Shoshmanglar, mana qaranglar. Saytda ham yo'qda bunaqasi. Yo'qmi bunaqasi? Nima bu? Mana qaranglar. Chikko. Mana rasmini turishini qaranglar. Ko'ryapsizlarmi sizlar ham? Bunaqasi yo'q bunaqasi. Bor-ku. Balkim chaqirish uchun Qorbobo degan. Shoshma. Eshik yop. Do'stlar, xolos, men o'ylashim bo'yicha mana bu Chikkosi keldi. Bu daftar yo'qol chiqay birinchi bo'lib. Bekitish kerak buni zira. Bir qo'lim qaltiryapti. Chamadan olib kel, Maqsud tezlash, ukam. Всё, давай bekitamiz. Chamadan bekitishni o'qidik. Bizni tungi ko'radigan kameramiz. Tunda hammanglarni ko'ramiz, qilayotgan ishinglarni kadek. Shunda siz hazillashmoqsiz shu payt ham, ha? Lekin biz sizdan ham qo'rqamiz. Hozirgi bo'lgan narsa oddiy narsa emas, xat ko'rganingiz. Balkim bu meni sirli qobiliyatimdir. Bu 100% bizlarning foydamizga. Voy, o'zi eshit tashqaridan. O kimadan yashiraylik? Холодильниги, давай-то холодильниги. Gamit aka bundan oldingi videoda даже klonni холодильnigiga ham ochgan. Bular biladi aka. Liftda joyga bekitamiz, tashqariga. Shoshma, oldin chiroq yoqaylik. Chunki uyda nima o'tgan ko'rib turishimiz kerak. Maqsud, davay, tez chiqaylik. Ketdik, bo'ldi, tashqarida yo'q. Hozir ushlab oladi o'gani tashqarida. Kim ushlab oladi? Qanaqa qilib sug'ishib ketmayapti, sotib olaylik. Bu atmosfera qarang. Hamma joyda suv to'shdi. Qaysi tarafda? Ha, mana bu tarafdami? Qatta bassengan. Xuddi shu payt men sizlarga Famstrecha haqida aytib bermoqchiman. Ya'ni do'stlar, esingizda bo'lsa, biz 3 million obunachiga erishdik va bu 3 million obunachilar men nafaqat bloger tanishlarim va yana boshqalar bilan, balkim men obunachalarim bilan real hayotda ko'rishib, ya'ni Famstrecha qilib nishonlamoqchi edim. Hozircha Famstrecha bo'lish kuni ma'lum emas, lekin joylari va hamma joy aniqda Anhor parkida xullas bo'lib o'tadi va kuni va soati aniq bo'lishi bilan men sizlarga ma'lumot beraman. Reski Instagram va Telegramda do'stlar, shuning uchun hozir keladigan obuna bo'lib aniq kuzatib boringlar, chunki bu men umrim davomidagi birinchi Famstrecha va bu ham bo'lsa 3 million obunachi bo'lganim uchun bo'ladi. Do'stlar, mana tashqari yana bir o'nlab mashhur blogerlar va shaxslar keladi. Xullas, sizlar uchun birinchi ofitsialniy Famstrecha va bir konsertcha qo'yamiz va obunachalarim ham tipa shouda qatnashib, million so'm qo'lga kiritishadi va sizlarga o'zim yangi meshlarimni tarqataman. Xullas, juda ham ko'p sovg'alar bo'ladi va obunachilar bilan jonli ko'rishamiz. Xudo xolisa hammalarni kutaman. Bir minglab odamlar kelsin, 108 ta emas, minglab kelsin deb men hayron qoldim. Buncha odam ko'payib ketib qoldi deb. Shuning uchun ham davayki, omonxon aktivini ko'rsatamiz. Albatta kuzatib boringlar, chunki tez kunda joyini va soatini e'lon qilaman. O'shda ko'rishamiz. Let's go. Mana chap tarafga kirgan. Voy, bilan nima bu qamoqxona? Qarang. Qatiga berkitamiz. Bu bitta etajga qo'yib qo'yinglar. Maqsud! Shosh. Men kameramni bering, qorong'ida ko'rib turadi. Yo'q, qorong rejimini yoqish kerak uni. Qorong'i rejimni yoqqanda borsan ko'rib turib, tashqarida olib turgan. Qatiga berkitamiz, Gamit aka. Tepaga qo'yinglar. Tepaga hamma qaraydi. Pastga berkitsak. Yaxshi variant. Davay. Ham ko'tarib. Voy, mana. Bo'ldi, yo'q. O'sha qasi. Qani? O! Uncha bilmaydi. Da, ideal. Bab yotmaydi yo'q chiqim. Mana bu gaz qilib qo'yamiz ana. Bo'ldi, uncha bilmaydi, to'g'rimi? Hey! Maqsud hech kimmi? Yo'q, qorong'ida ko'rmayapman hech narsani. Sen o'zing tutsan. O'rtoqlar, mana buni qaranglar mana. Hech narsa ko'rinmayapti menga. Kamerada yaxshi ko'rinyapti-da faqat.
Bilin. Maqsud kimdir ko'rdingmi? Mana klon. Qani? Mana. Ya boshqa narsa-ku. Bu yoqqa kamerani. Bu qayt uyga, qayt-da. Qayt. Seryo'zmi? Tez yuguraylik, klon kelib. Stop. Yaqin oling. Kim? Voy, boshim bola kim? Qochinglar. Nima bu bilan? Buni ko'rtaliga. Stop. Man tushunmayman. Mana. Va bu Bilet. chiqatdi-ku bu. Do'stlar, saytda bunaqa klon yo'q-ku. Bo'yini ko'rdingmi? Bu boshi normal bu. 2,5 metrmi, 3 metr bo'yi. Bu qani bu? Siz berin. Ana. Bu o'ziga qara. Kim? Voy. Qo'shni bersangiz. Это что за аппарат? Bu sog'odam ish emas, bu sog'odam ish emas. Man qo'rqaman. Kitobni ko'rmadimi? Bizni yashirgan joyda? Ya, o'tdan sen topa olmaysan, uka. Men Yomonbek kitdim lekin. Men bilmayman nima qilish kerakligini hozir. Men umrimda bunaqasiga tushmaganman. Buni oldin klonlar mayli, qayergadir bolacha edi. Bir yo'q qo'rsa bo'lardi. Men mana shu bu nima qilamiz? Mamitidan kim olmiz? Prikin, Mamitidan. Men 4 inson boshida yoniga bormoqchi bo'ldim. Kamera olib, tipi kadr olish kerak, baribir. Shuncha soat buni odamlar ko'rish kerak-ku. Bular qo'rqib ketdim aka, biladi. Ya'ni vuqor bosar ekan odamni. Tomiga mana qilib yuribdi-yu. Oldingi safargisi bor-ku, giperaktivniy u yoqdan bu yoqqa yomon tez sakrayapti. Dumini qirib, bila bo'yini. No, okey, hozir bekitib qo'yganmiz biz kitoblarni. Bunga по-любому shu narsa kerak. Ha, 100% bu kitobdan boshqa nima kerak bunga? Chamadanning ichidagi o'yinchoq, yana daftar bir balolar kerak. Biz uni bekitib qo'ydik. Hammasi yaxshi. Yo, xo'p, hammasi yaxshi, lekin tashqarida klon yo'q. Biling qayerdadir yo'q qoldi. Shoshma qani? Voy, stop, eshitasan? Qayerdan o'zi keldi? Ol. Yo'qmi? Slendermanmi bu? Yo'q, men 5 metr bo'yi. Chikko emas, Slenderman desak, o'zimiz uchun. Hech kim yo'q, o'chotda. Brat. Derazani yoping. Brat, nima qilasiz? Brat, nima qilasiz? To'miqir bo'yisiga. Welcome, secure. Qarang, gamitaga qarang. Yurganiga kim ahamiyat qaratdi yurganiga? Ahamiyat qaratdingmi yurganiga? Cho'loqlarni vaziyati. Qiynalib yuryapti. Katta foizlar bilan u haqiqiy bilan bo'yi unaqa uzun emas. Menimcha-da. Oyog'ini tagida nimadir bor. Demak, qochib yursangiz deb uspus qilamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham U bizani qo'llab yeta olmaydi. Da. Shu haqida bo'lsa bo'ladi. Lekin tez yursa-chi agar. Ha, qadami katta uni tez yetib oladi bizga. Bila. Hop, nima qilamiz? O'tiraveramiz shunaqa? Hozir nimadir qilishimiz kerak bo'lgan narsani balkim cheris kitob olarmiz. Hop, bizlarni tutsa kitob olib qo'yadi-da. Hozir masalan bizni tutsa kitob olmaydi. Chunki biz kitob yashirib qo'yganmiz. Balki prosta gaplashib ko'rarmiz, nimaga keldi u. Yashim, hayot san uchun multfilm, ha? Prosta gaplashib bo'ladigan. Hozir men, endi shu deb keldim demaydi-ku senga. Men kamerani olganda borib so'ratki. Chiq, serios chiq. Bo'ldimi? Mayli. Duqqatdan keldim bunga muncha. Farqi yo'q. Maqsad baqirib yig'lab kelgan insonga qilaman hozir prosta. Davay, chiq. Chiq, qani chiq, ancha bor. Bitta aylanki endi. Voy, kelgan joyga borchi, qani balki kutayotgandir seni. Yo'q, mana hech kim yo'q, chiqinglar. Aldayapti hozir. Chiq qo'l ketib qoladi, aldayapti. Mana hech kim yo'q. Muncha qo'rqasizlar, kelinglar, mana yo'q. Qani yurishsin-chi, shoshma. Mana. Qo'lim bu taraflarga ko'ch chiqani. Mana, menimcha ketdi u. Biza chaqirmadik-ku, klonni. Qancha anu kichkina ham emas-da, ishda ko'rinmay qoladigan. Ishda ko'rinardi agar bo'lganda. Hop, bo'lmasa hech qayerda bo'lmasa qayerda u. Shu, mana hech kim yo'q. Do'stlar, boy ko'rdinglarmi? Prosta. Ey, sayt olishdi. Hop, bu qayerda? Mana tenga aytdim. Kitob olib qo'ygan bo'ldi, gege. Borib tekshirishga. Kitob. Hop, qayerda? Qani qish. Jam, kam, muhim baqirma birinchi o'rinda. Klon hozir bu yerda kelmagan. Kitob mana aytib turibdi. Qani kitob. Mana ko'rmayapsan, men qarab bilinib turibdi-ku. Mana shuni ko'tarsan, olga mana. Olma. Da. Mana chimada boshlab. Xavfsiz joyda demak. Xavfsiz joyga xavfsiz, lekin men o'ylab topganman buni. Lekin hop, klon kelib qolishi mumkin, asosan bilib bo'lmaydi. Bizga mощный strategiya kerak, tushunyapsizmi? Bu klon topib olishi mumkin. Masalan, kim top? Hey! Kimsan? Kimsan? Voy, bilma qo'rqaman, qaranglar.
Kimsan? Uy, bana qaramayman. Chimadan qara! Chimadan nima qilasan? Nima? Chimodonni Xo'p, nimani qo'laysan? Kitobni beraymi? O'yinchog'i ham. Stop, qaranglar. Hozirga o'sha bir tiyinga qimmat o'yinchoq senga muhimmisi? O'yinchoqni bersang ketasanmi? Buyoqdan sotdim men qo'yaman. Bermasang o'zingni olib ketaman. Qo'sh, bu yo'q. Ish. Chimadonimiz qolib ketdi. Chimadon, bor xon uyga kirib ol. Jinni sotadi. Ey, mamma, olib ket, qanisan? Ol mamma kamera olib ket. Do'stlar Maqsud вообще прям sal qoldi o'rta do'st sotib qo'yadi. Gamidagi bo'lib ketyapti. Gamid aka. Nima? Maqsud, yo'q, Gamid gapirmayapti yana. Gamid aka. Gambitdagi nima? Reaksiya bildirmayapti Gamid aka. Qarab turibdi eshikka qarab. Mana men chiqishga qo'ydik. Ey, mamchi. Gamid aka. Klonning oldiga kirmoqchi, qoching. Qay jinnimisan? Gamid aka. Qas, bulut. Brat, qochishimiz kerak. Yana qochgidek bo'lib qoldi. Gambit. Yo'q, shoshma. Ber kamerani, o'zingni faqat olib o'tma, nima o'tganini ko'rsat. Gamid eshik ochib ber. Qoching. Qoching, men qo'rqaman, brat. Klon chiqdi. Gambit qara. Demak, Gambitim klonlanish yeriga. Ol, kamera. Bilet, to'rsam do'stim umuman qochishni o'qilay chunki birinchidan ma'lum sekin yuribdi. Ikkinchidan bilet Gambit qoldirib ketamiz, Maqsud. Qani uyimiz? Maqsud, bu yoqqa. Bilet, anu qayerdadir yo'q qoldi. Gambit olib qoldi o'zini. Qoching, tezroq kiring, kelyapti u. Kemayapti, tez kim? Yo'q. Tezlash. Yo'q. Ko'rdingizmi, yana ko'zi oqarib ketdi Gambitni. Yana sochini yuvmadimi? Men sochini yulganini ko'rganim yo'q, lekin Gambit ko'zi oqligini men ko'rdim. Eng qizig'i, Gambit klonga eshikni ochib beryapti. Klon tarafmi Gambit shunda? O'tgan sari Gambit klon bo'lib qolganda biz nima qildik? Ana irimiz-tirimini buzib yubordikmi? Mencha o'shanda biz noto'g'ri qildik. Ya'ni biz buzolmadik o'z aslida. Ya'ni ular xitlik qilib Gambit o'zini oddiy tutdi. Demak, biz yana daftarni ochib ko'rishimiz kerak shunda. Qara, ey, daftar bor xonada. Klon bizani hozirni qamab qo'ydi va onasini ham sen aryon qochdik. Gambit bo'lmaganda o'shda qolgan bo'lardi. Gambit ham klonga aylanibdi hozir. Klonga yordam beryapti. Eng qiziq, klon uni nimaga urmayapti? Nimaga uni qo'llamayapti? Unga baqirmayapti. Gambit hozir daftarni qayerligini biladi-yu, klonga topib bersa-chi? Voy bila. Tashqarida ham yo'q, ey. Eng qiziq, klon ham yo'q tashqarida. Menimcha klonga Gambit topib berdi daftarni. Voy! Endi biz Sardorni ham qaytara olmaymiz. Shoshma. Birinchidan biz hali Gambitni to'liq sotqinga qo'yavermasmiz. Balki ichkarida daftar qolib ketayotgani uchun klonga ochib bergandir. Tipo klon bilan daftar bitta xonada o'qimaslik uchun. Ya'ni oldi hammasini bilib keyin gapiraylik, просто tuhmat qilib tashlaymiz. Qarshi do'stlar shuni. Och. Nima? To'xtang. Och ishingni. Eshikga shu. Och. Yo, qarang, ko'zi oqmas endi. Ishingni och. Nima qolsa? Ko'zi oqmas. Ishonasizmi? Sen bilan men faqat bu hal qiling. Siz nima eshikni ochib beryapsiz klonga? Yo, o'zing tashib ketding meni ko'chada. Men tashab chiqib ketdilaring. Ishingni yopib olgansizlar, ochmayapsizlar. Qo'ysiz. Nima qilganingizni eslolmaysizmi shu darajada? Chiqib ketayotgan joyimda oldinga o'tib ketdilaringda, ketingdan kiryapman. Ishingni yopib olgansizlar, Parnabek. Qani, o'rtog'ingiz qani? Qanaqa o'rtoq? O'rtoq yashab turibdi bilan. Shuni turib turing. Shunda hozir Gambit eslolmayman debdi. Aldayapti menimcha. Men Gambit sandan ko'p bilaman. Tushunasan? Men sandan ham oldin Gambit bilan tanishmaganman-da. Shuning uchun men bilaman o'zi qanaqa tutishini. Aynan hozir bu payt sportni moment to'g'risi. Chunki hamma ham klon bilan birga yurmaydi-da. Eng hozir eshik ochib mamlaqalar qilib bergani bu. Menimcha klon prosta eshikni ochib berish uchun Gambit boshqardi. Keyin shunda eshikni ochib berdi Gambit. Hozir bu haqiqiy Gambit, boyki klonni Gambit edi. Da. Ikkita Gambit bormiz. Bittasi klonga aylanib ketayotgan ko'zi oq Gambit, bunisi bizning o'zimiz Gambit. Hop, demak bunga ishonsa bo'ladi. Lekin stop. Gambit aka qarang. Rostdan eslolmaysizmi? Yo'q, meni aybim nimada? Hozir meni bir chekkaga chiqarib qo'yib, men bu ikkaloni chetga borib gaplashib kelib, qara chiqib kelyapmiz xonadan. Hop, oldiga kamerani ushlab yugurib chiqib ketyapsizlar. Qorong'ida men qolib ketyapman. Ketingdan kelyapman, ishingni yopib qo'yib ochmayapsan. Tushuntirasanmi aybim nimadaligini? voy! Hazillashyapti bu bilan.